Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 25-oktyabr kuni. 25-oktyabr kunidagi ishlarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Guliston shahariga kelyapti, shaharchasiga. Ko'rib turganlaringdek ranglari atlasli holatda. Razmerlari standart 6-12-25. Avval mashinamiz 10 mingtalik tayyor bo'lib kelgani. Sanoqlardan umuman muammo yo'q. Ovozlardan bilsalar bo'ladi o'zi. Ko'rib turganlaring bor. Tashqariga ham to'kilgan joyi bor, ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganlaring uy ichiga to'kildi. Undan oldingi safar to'kib berganmiz. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz.